Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun ko'ryapganingizdek Afg'oniston shimol tarafdagi qishloq hayotini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu qishloqning nomi Davlatobod viloyati bo'ladi. Davlatobod tumani do'stlar, Afg'onistonning shimol tomoni. Mana do'stlar, mana bu ekilgan narsa. Bizda hing deymiz. Hingga badbo'y, bir sassiq hidi bor bu narsaning, juda ham qimmat. Mana shu ostidan nima qiladi? Hosil shu sharg'amga o'xshagan. Shu ostidan hosil qiladi. Juda ham bir qimmat narsa bu. 1 kilosi bizda 3000-4000 afg'oni bo'ladi. $50 qarab. Juda ham bir qimmat narsa bu. Mana shu 5 yilga hosilga kiradi. 5 yilda mana shu narsalar. Hing deymiz buni nomini. Hing, badbo'y. Fors tilida nima aytiladi nomi? Juda ham sassiq hidi bor bu narsani. Mana juda ham bir nima bosgan ekan buni o't bilan. Mana o'tdan tozalashyapti bu dehqonlarimiz. Juda ham o't bosgan ekan bu. Mana hosilni. Yomon o't bosgan ekan buni. O'tning ichida ko'rinmayapti u. 5 gektar yerni ekishgan ekan, 5 gektar. Bundasi bu ham shu Davlatobod yerlari, Hashimobod. Hoshimobod dedi mantqani nomi, tumanning nomi. Juda ham quruqchilik joy bu, suv kam bu yerda. Shu quyosh panellaridan suv chiqarishadi. Mana shunaqa joylar bu. Mana shunaqa qilib suv chiqarishadi bu. Turbina tortishgan. Mana bu yoqqa borguncha uchun quyosh panellaridan suv chiqarishadi bu yerda. Suv juda ham kam, chiqim. Quruqchilik. Mana shunaqa nima tortib shu uzoq yerlarga suvni olib borishadi bu qishloq aholilari, odamlari. Mana quduq mana shu yerda joylashgan, shuni ostida. 32 gektar yerga mana suv berar ekan mana shu quyosh panellari. Mana bitta, ikkita, uchta. Bu yoqda bittasi. Bu yerda aholilar mana shunda suv chiqarishadi. Daryo juda ham uzoq bu yerdan. Quduq ham shu 80 metr, 100 metrcha qaziladi quduq, juda ham chuqur. Yerning ostida ham juda chuqur joylashgan suv. Mana suv kamlikda mana shu yerda qurib yotibdi. Juva qilib qo'yishgan, ekishga tayyorgarlik. Suv yo'q bu yerda, juda ham kam. Shu quyosh panellari orqali 80-90 metrdan suv chiqarishadi. Assalomu alaykum. Daymi Hoji baba. Xayr-omading. Daymi harma.
Şükür. Ne bekçi oluyorsun bu yer acaba? Ay ne Xudo. Buna joyan aylama ediyoruz diye. Ko'p yaxshi. Ana ikki kishi orqali ishlar ekan mana bu. Suam ko'plar qo'yib qo'ysan. Avva. Yine bu. Mana do'stlar, shunaqa hovuzni to'ldirib qo'yar ekan, keyin suv kamaysa mana shundan ichishar ekan o qishloq aholilari. Mana bu hovuz juda ham chuqur, bir 10 metr keladi chuqurligi. Mana bu atroflari. Mana shu atroflarni qurshab qo'ygan. Bu to'y nima bo'lsa shu yerda o'tirib turar ekan bu. To'y hashak nima bo'lsa. Bular anjir daraxtlari. Shu nimalardan o'sib chiqqan hovuzning yonboshlaridan.